Allo? Allo, janob Arvimisiz? Ha, menman. Advokatlar idorasidan qo'ng'iroq qilyapman. Sobiq rafiqangiz Ishani xonim haqida gaplashmoqchi edim. Ha, gapiring. Sobiq rafiqangizga belgilangan jazoning ijro etilish kuni aniqlandi. U 2015-yilning 5-sentyabr kuni qatl etiladi. Nima bo'ldi, Eng Ari? yangi kino va seriallar faqat Ria Play platformasida. Allo. 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 Eshitdingiz-a? Sobiq rafiqangiz 2015-yilning 5-sentyabr kuni qatl etiladi. Tinchlikmi? Birinchi farzandingiz dunyoga kelyapti. Arvi nega bunchalar parishon? Uning dardi kimningdir bu dunyoga kelishi bilan emas. Kimningdir bu dunyoni tark etishi bilan bog'liq. Janob, mashinani bu yerga qo'ygandim. Taksi. Men nima qilay? Ritikani uyga olib ket. Politsiya mahkamasiga. Ishani. Keling. Ishani Vakxela. Ishani Vakxela. Qamoqxonamizda bunday mahbus yo'q, janob. Qanaqasiga yo'q? Hozirgina advokatlar idorasidan qo'ng'iroq qilib, Ishanini qatl etish kuni aniqlanganini aytishdi. Balki Ishani Parixni so'rayotgandirsiz. Ha, Ishani u bilan uchrashmoqchiman. Afsuski buni iloji yo'q. Ishani o'zi istagan odam bilan uchrashadi. Ketishingiz mumkin. Allo. Ha, janob, men Arviman. Yordamingiz kerak bo'lib qoldi. Shahar qamoqxonasiga kelgandim. Bir odam bilan uchrashishim kerak. Qamoqxona boshlig'i bilan gaplashib ko'rsangiz. Bir daqiqa.
Alo. Ha, janob. Ha, janob. Albatta, janob. Xo'p, bajariladi. Men bilan yuring. Keling. Ishani qayerda? Bu uning xonasimi? Ha, aslida sizga aytishni unutibman. Ishonini olib ketishdi. Olib ketishdi. Qayerga olib ketishdi? Hukm ijrosi oldidan hujjatlarni rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Shuning uchun uni boshqa qamoqxonaga olib ketishdi. Qanday hujjatlar? Qamoqxonamizda tibbiyot punkti yo'q. Hukmni ijro etishdan oldin mahbus to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Tibbiy ko'rik uchun uni boshqa qamoqxonaga olib ketishdi. Jazo ijro etiladigan kuni olib kelishadi. O'sha qamoqxonaga borib uchrashsam bo'ladimi? Yo'q. U yerga kirishingizga qo'ng'iroq qilgan odamingiz ham yordam bera olmaydi. Ikki daqiqaga ichkariga kirsam bo'ladimi? Ha. Ria Play platformasi sizni kino olamiga taklif etadi. Yuring. Siz Ishani sevgan insonni bilarmidingiz?
bunday muhabbat haqida sira eshitmaganman. Sevgan insoni uchun hayotini qurbon qilsa-ya. Kim haqida gapiryapsiz? Bularni kim uchun qilibdi? Ishani sevgan Chirak Mehta uchun. Sevgisi uchun o'zini barbod qildi. Uning birinchi muhabbati bo'lsa kerak-da. Uni Chirak bilan qandaydir haydovchi tanishtirgan ekan. To'ydan keyin ham u Chirakni unuta olmabdi. U bilan yashirincha uchrashib yuribdi. Bir kuni esa muhabbati sabab o'z sevgilisini o'ldiribdi. Endi tezroq uni yoniga borishim kerak deydi. Bilmadim nima uchun o'ziga bunchalar azob beryapti. Muhabbat ham bir azob. Lekin sevishganlar yashashni istaydi, o'lishni emas. Ishanining muhabbatiga o'xshagan muhabbat bo'lmasa kerak. Siz ham kimnidir sevganmisiz? Ha. Bir marta. Va so'nggi bor. Bilaman. Doim uni sevgansan. Meni sevasan deb adashibman. Kichik anglashilmovchilik katta baxtsizlikka sabab bo'ldi. Chirak sendan olislarga ketdi. Endi sen mendan uzoqlarga ketyapsan. Ketishingdan avval sen bilan xayrlashmoqchi edim va shuni aytmoqchi edimki, agar muhabbat ikki taraflama bo'lsa, sevish uchun bitta umr kifoya qiladi. Lekin sevgi bir taraflama bo'lsa, unga erishish, unutish uchun bitta umr ham kamlik qiladi. Bugun bir tarafda sen, ikkinchi tarafda esa mening oshiqligim. Sevgim hamisha bir taraflama edi. Yonimda bo'lmasang-da, so'nggi nafasimgacha seni sevaman. Men senga oshiqman. Uni shunchalar yaxshi ko'rar ekansan. Sendan nafratlanishiga nega majbur qilding? Uni qutqarish uchun aybni o'z bo'yningga olding. Nega u bilan uchrashishni istamading? Nimaga? Ko'rinishi qanaqa edi? Muqarrar o'liming sendan ko'ra unga ko'proq aziyat yetkazibdi. Unga Chirakni doim sevganimni aytdingizmi? Hammasini uning uchun qilganimni hamma. Ha, aytdim. Gaplaringni unga yetkazdim. Ammo uni ham senga aytadigan gapi bo'lgandir. U hozir ham seni sevadi. Bu uni ko'zlaridan ko'rinib turganda. Sevginga erisha olmay qalbi vayron bo'lgan. Sen bilan so'nggi bor ko'rish olmagani uchun bir umr armon bo'lib qoladi. Muhabbat bobida omada kelmaganlar xotiralar bilan hayot kechirishadi. Sen esa uni ana shu xotiralardan ham mahrum etding. Xotiralarimni qoldirganimda u yashay olmasdi. Menga Eng bo'lgan yangi kino va nafrat seriallar uni yashashga faqat undaydi. Ria Play platformasida. Boshqa birov bilan baxtli bo'ladi. Muhabbating uchun o'zingni qurbon qilyapsan. Koshki edi uni qanchalar sevishingni ayta olganingda. Koshki edi. Qani endi birga bo'lganingizda. Muhabbat birga yashash emas. Birga sevish degani. Birga baxtli bo'lish emas. Bir-birini baxtli qilish demakdir. Bilaman. Ranvir kim bilan birga bo'lmasin,
albatta baxtli bo'ladi. Uni baxti shundaki, meni sevishini baralla ayta oladi. Meni baxtsizligim esa uni qanchalar sevishimni ayta olmasligimda. Ari, Hammasi tugadi, Ritika. Hammasi tugadi. U ketyapti. Ishani ketyapti. U oldin ham mendan uzoqda edi. Endi esa bu dunyoni tark etib ketyapti. U nega bunday qilyapti? Qamoqxonaga kelgan vazirga qo'pollik qilgan. Sudda ham o'zini oqlash uchun hech nima demadi. Xo'sh, avval tashqarida kutishga majbur qilishdi. Endi bu yerda. Qizi bo'lmaganida kutmasdim. Bu xonim bilan nimalarni gaplashishyapti? Xonim uning qalb torlarini chertmayaptimi, mabodo? Tingir. Unga yordam berishga urindim. Birinchi marta hukm chiqarganimda ham. Lekin o'zi istamagandan keyin yana nima qilishi mumkin? Yashashga ishtiyoqi bo'lmagan inson shunday xatoga yo'l qo'yadi. Lekin biz xatoni tuzatishimiz, begunohni jazodan qutqarishimiz kerak. Begunohligini qayerdan bilasiz? Shu paytgacha qamoqxonamda minglab mahbuslarni ko'rdim. Ammo biror marta yoningizga yordam so'rab kelmadim. Sevgan insonni qutqarish uchun o'zini qurbon qilayotganini aniq bilaman. Menga ishoning, janob. Uni aybi yo'q. Ko'z o'ngimizda aybdor ozod bo'lsa bardosh qilamiz. Lekin begunohni qatl etilishiga qanday yo'l qo'yishimiz mumkin? Suhbatlari hali tugamabdi-yu. Umrim kutish bilan o'tmasa edi. Rahmat, janob. Shekar mahoratini ko'rsat. Siz? Xayrli kech. Sizda gapim bor edi. Biror ish yuzasidan kelgan bo'lsangiz, sizga javobim yo'q. Birovning ishim bilan emas, o'z ishim bilan keldim. Qarorni siz chiqarasiz. Qanday ish bo'lmasin, mendan rad javobini olasiz. Hech bo'lmasa gapimni eshiting. Har bir gapingiz yolg'on. Eshitib nima qilaman? Sizni bilmadim-ku, ammo vaqtni zoya ketkazyapsiz. Ketishingiz mumkin. Janob, qizingiz bilan uchrashmoqchiman. Nima? Bir o'ylab ko'ring. Siz bilan necha yillardan beri birga ishlaymiz, lekin har gal sudda menga qarshi hukm chiqarardingiz. Men esa sizga qarshi dalillar topib, sizni mag'lub etardim. Endi o'ylab ko'ring. Qizingiz sizdan uchrashuvga ruxsat so'raydi. Siz rad javobini berasiz. Sudda sizga qarshi ishlatgan uslubimdan foydalanib, qizingizni ruxsatingizsiz men bilan uchrashishga ko'ndiraman. Qizingizni uchrashuvga oq fotihangiz bilan yuborasizmi yoki fotihasiz? Buni o'zingiz hal qilishingiz kerak. Uchrashuvga meni ruxsatim bilan boradi. Qoyil janob, bu juda tez va to'g'ri qaror chiqargan birinchi ishingiz bo'lsa kerak. Uchrashuv kunini qizingizga xabar qilaman. Janob Mehra, gapim hali tugamadi. Uchrashuvga bir shart bilan ruxsat beraman. Uchrashuv idorangizda yoki uyingizda bo'lish kerak. Shundaymi? Yo'q. Uchrashuvga borish uchun sudda yutib chiqishing kerak bo'ladi.
Rostdanmi? Qanday ish? Bir qizni qamoqdan ozod qilish kerak. Ishani Parik. Bir qiz qamoqxonada, yana biri uyda. Juda qiziq. Qanday ish haqida gapirayotgandingiz? Sudda unga xato hukm chiqarganman. Shu sababli 2 kundan keyin unga tayinlangan o'lim jazosi ijro etiladi. O'sha qarorni o'zgartirishing kerak. Nima qilsang qil, tajribang, qobiliyatingni ishga solasanmi, eng muhimi o'sha qizni jazodan qutqarib qolishing lozim.